Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram aziz jamoatul muslimin. Alloh subhanahu va taologa hamd va sano, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga cheksiz durud va salovatlar bo'lsin. Bugungi mana shunday shodiyonamiz Sayyidul ayyom hajjul masokin bo'lgan juma barchalaringizga muborak bo'lsin. Bu kunda har qancha xursand bo'lsak arziydigan. Nima uchun desa, u juma bilan bu jumaga gunohimiz kechirilishligini o'zi har qancha xursand bo'lsak arziydigan. Bir-birimizni muborak bo'lsin deyishga arziydigan. Oddiy bitta sertifikat olsak muborak bo'lsin deyapmiz. Bu juma bilan bu jumagacha gunohimiz kechmasa nimaga muborak deymiz? Alloh hammamizga bu jumani muborak qilsin. Juma suhbatimiz esa so'z va amalning birligi dinimizning asoslaridandir mavzusida bo'ladi. So'z bilan amal degani hammamizga ma'lum, hammamiz bilgan, tushungan narsa. Ammo bu dinning talabi ekanligini ba'zida esimizdan chiqarib qo'yamiz. So'zimiz bilan gapimiz bitta bo'lishligini hammamiz bilamiz, lekin bu dinning talabi ekanligi esdan chiqib qoladi. Dinimiz shuni talab qiladi bizdan. Gapirdingmi, og'zingdan chiqdimi hisob-kitob bo'ladi. Dilimizdan o'tkazayotgan gaplarimizga javob bermaymiz oxiratda. O'ylayapmiz, plan qilyapmiz, reja qilyapmiz, bunday qilaman, bunday deyman. Bunga javob bermaymiz. Ammo gapirdik, og'zimizdan chiqdi javob beramiz. Bir emas, ikkita farishta hisob-kitob turibdi, shunday qo'llarida ruchka bilan. Endi hozir ruchka desak tushunmaymiz, shunday kompyuter bilan turibdi. Shunday peshonasini bosganda yozilib qolaveradi. Qana yozar ekan, yozguncha vaqt ketib qoladi, unaqa muammo yo'q. Bir emas, ikkita farishta bizni og'zimizdan chiqadigan gaplarimizni hisob-kitob qilib turibdi. Shuning uchun ham bizni ota-bobolarimiz o'ta gapirganda ehtiyot bo'lib gapirgan. Hatto biz yaxshi bilgan narsa, mana yoshi kattalar biladi. Enalarimiz oddiy gap gapirib turib tavba qildim dedi. Bolam, endi yaxshi o'qimasang bo'lmaydi. Bu kitob oson bo'lmaydi. Kitobga asosan ixlos qilish kerak. Tavba qildim deb qo'yadi. Yomon gap emas-ku bu. Yaxshilikka dalolat qilyapti, qaytaga buni shukur qilish kerak. Lekin nimaga endi tavba qildim deyapti desa, o'sha gapimda bir ozgina bo'lsa xatolik ketib qolmadimi ekan? O'sha farzandimga, nevaramga gapirayotgan gapimda xato bo'lib qolmadimi ekan deb, bu farishtalar xato yozib qo'ymasin degan ma'noda tavba qildim deyapti. Chunki hammamiz bilamiz, bitta xato gapirib qo'ysak, orqasidan darrov tavba qilsak yozilmay qoladi. Bu hammamizga ma'lum narsa. Bitta xato qilsak, darrov orqasidan yaxshilik qilishimiz kerak. Bitta odam dilini og'ritib qo'ysa, darrov borib kechirim so'rab olishimiz kerak. Shuni o'sha narsa yozilmay qoladi. Yozilgan bo'lsa ham o'chiriladi. Qarang, bizni ota-bobolarimizni qadriyatini shu oddiy gapda ham shu noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam deb ehtiyotkorlik bilan tavba qildim deb qo'yadi. Endi hozirgi kunimizdachi yolg'on bemalol gapirib turib tavba qilish odatini surishyapmiz. Men haqman deb surishyapmiz, yolg'onga surishyapmiz. Qo'rqishimiz kerak, uyatishimiz kerak edi. Shuning uchun ham bugungi mavzuyimizda tilimiz bilan dilimiz bir bo'lishligini, shariatning talabi ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu shunchaki odat emas. Bu dinimizning ko'rsatmasi. Alloh tabolay va taolo o'zi kalomi robbonisida aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qildik yoki qilamiz deysizlar deb Alloh taolo bizlarga, ya'ni musulmonlarga nido qilyapti. Ey musulmonlar, musulmonman deganingdan keyin gapingiz so'zingga javob ber. Men qilmagan narsangni qilaman, qildim deysan. Qo'rqmaysanmi deb Alloh taolo o'zi ogohlantiryapti. Ya'ni qiyomatgacha bo'ladigan zurriyotlarimizni, mo'min-mo'minalarni Alloh taolo bilganligi uchun mana shu oyatni qarang, xuddi bugungi kunimizni bilgan, ko'rgan odamdek, qarang Xudoning qudratini, Xudo ekanligini, Rabb ekanligini bilib qo'yinglarki, qiyomatgacha nima bo'lish hammasini bilib, Qur'onning har bir oyatlarini bizlarga nozil qilib qo'ydi-da. Qilmagan ishimizni ham qildik deb o'raveramiz, biz qilamiz ham deb o'raveramiz. Bunaqa bo'lmaydi. Tilimiz bilan dilimiz bir bo'lsa, baraka bo'ladi. Ikkinchi davomida aytadiki, kabura maqtan indallohi
an taqulu ma la taf'alun. Sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishini qilamiz deb aytishingiz Alloh nazdida katta nafratdir deydi. Qilmagan narsamizni qilamiz deyishingiz, odamlarni aldashingiz Allohning nazdida juda katta nafratga sabab bo'ladi. Nafrat degani hammamiz bilamiz, yomon ko'rish. Alloh sizni Xudo saqlasin, meni yomon ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ibodatlarimiz qabul bo'lmaydi. Shuncha qilgan ihsonlarimiz qabul bo'lmaydi. Talablarimiz qabul bo'lmaydi. Yaxshi ishlarimiz qabul bo'lmaydi. Alloh kalomida aytyapti bu narsani. Ey bandam, sen qilmagan ishingni qilaman dema. Xudo biladi desang yaxshiroq bo'ladi. Xudo biladi, men imkoniyat bo'lsa harakat qilamiz deb qo'ysangiz, bu boshqa narsa. Lekin qilaman deshlik o'zimizga o'zimiz nafratlanishlikka sabab bo'lib qolar ekanmiz. Xudo bundan saqlasin. Chunki bu hayot degan narsa bizga imtihon ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Hozirgi kunda islom dunyosining teng yarmidan ko'pini egallab turgan aqidaviy masalada Abu Mansur Maturidiy rahmatullohi alayhining aqidaviy ta'limotiga biz alhamdulillah ergashamiz, amal qilamiz. Yer yuzi musulmonlari yarmidan ko'p shunga amal qiladi. Aqidaviy masala. Tilimiz bilan aytamiz, dilimiz bilan tasdiq qilamiz. La ilaha illalloh Muhammad rasul deb qo'ysak, tilimiz bilan aytdik, dilimiz bilan tasdiq qildik, musulmon bo'ldik. Qiladigan amalimiz, ishimiz, namoz o'qishlik, ro'za tutishlik, sadaqa berish va hokazolar, endi bu savob umidida qilsak savob bo'ladi. Qilmasak ertaga bunga javob beramiz. Iymonimizni zaiflashtirishi mumkin, lekin iymonsiz bo'lmaymiz. Bu amallarda ixlos bilan qilishligimizdan iymonimiz baquvvat bo'ladi. Namozni vaqtida ado etishimiz, ro'zani vaqtida tutishimiz bu iymonimiz baquvvat bo'lishiga sabab bo'ladi. Lekin tutolmay qolsak, namoz o'qilmay qolsak, bu iymondan ajralib qolmaymiz. O'sha Alloh taolo yakkagina payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizlarga payg'ambar degan e'tiqodimiz bo'yicha turaveramiz. So'folar bu juda chiroyli baytlarda keltirgan ekanlar. Ani amrin dili jonim bila ol. Amal qil ham o'zingning fazliga sol. Nasib etsa hech o'z fazlidan bil, amalga iqtido qilmay amal qil. Bu narsa 4 qatorli bayt bo'lganidan juda ham katta mazmun mohiyat joylanadi. Allohning buyruqlarini bajarishda ixlos bilan bajaraverayaptilar. O'zining fazlidan qabul bo'lishini so'ra. Bu qabul bo'ladimi, amaliy qabul bo'lmaydimi sen bilmaysan. Alloh fazl qilsa qabul bo'ladi, adl qilsa qabul bo'lmaydi. Nimaga? Biz shunaqangi maqomiga yetkazib namoz ham o'qiy olmaymiz, maqomiga yetkazib ro'za ham tuta olmaymiz. Mana hozir mana shu yerga kelguncha qancha xatolarni qilib keldik. Mana shunday Allohning baytida ham xato qilib o'tiribmiz asnoga. Bir-birimizga qarab, birimizni turtib, shunday joylarda savobi ko'p joyga intilishlarga tashqarida o'tirib olyapmiz. Savobga muhabbat bo'lsa, ichkari to'ldirish kerak. Demak, bularning hammasi Alloh taoloning fazli bilan kechiriladi va qabul bo'ladi. Shuning uchun so'folarimiz nasib etsa behish o'z fazlidan bil. Sen agar jannatga oladigan bo'lsang, sen amaling bilan kiryapman dema. Allohning fazli bilan kirasan behishga, jannatga. Namoz o'qiganim uchun, ro'za tutganim uchun dema. Qabul bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi o'zing bilmaysan. Qabul bo'lganda ham Allohning buyrug'ini bajaryapsan xolos. Allohning vazifasini bajaryapsan xolos. Bu jannatga loyiq ish emas. Bu Alloh fazli bilan jannatga kirgizadi. Bu har bir musulmon odamni endi e'tiqodidagi, niyatidagi, ixlosidagi narsa. Qur'oni Karim munofiqlarning sifatlarini ochiq bayon qilib bergan. Qanaqa munofiq desa, tili boshqa, dili boshqa degani munofiq deymiz biz. Hamma o'zbek bilaveradi. O'zi munofiq arabcha bo'lsa ham hamma o'zbek biladi buni. Munofiq desa, tili boshqa, dili boshqa odam deymizda. Biz tilimizda shunday. Shuni Munofiqun surasining 1-oyatlarida Alloh taolo shunday bizlarga eslatadiki, munofiqlar ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, munofiqlar huzuringizga kelib, guvohlik beramanki, siz albatta Allohning payg'ambaridirsiz deydi.
siz uning payg'ambari ekanligingizni Alloh albatta biladi va Alloh munofiqlarning haqiqatan yolg'onchi ekanini ham o'zi biladi deyapti. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Ya Muhammad, siz payg'ambarsiz, iymon keltirdim sizga" deydiganlar bo'lgan. Buni sezib qolgan, hattoki Hazrat Umar radhiyallohu anhu ijozat bering ya Rasululloh, buni boshini olib qo'yay deganlar. Yo'q dedilar. Qabul qildik, denaver dedi. Axir bu yolg'on gapiryapti-ku, siz ham bilyapsiz ya Rasululloh. Bu yolg'on gapiryapti, siz ham yolg'on gapirayotganini tushunib turibsiz. Yo'q. Biz tiliga ishonaveramiz. Dilini Alloh taolo o'zi hisob-kitob qiladi. Dili Alloh taolo biladi. Mana shu bizning e'tiqodimizdagi Maturidiyat ta'limotini e'tiqoddagi to'g'ri yo'l shu. Bizga musulmonman deyapti, biz musulmonlik qabul qilaveramiz. Kofirlik qilayotgan bo'lsa, jazosini Alloh beradi. Biz bermaymiz. Allohning ishiga aralashmaymiz biz. Alloh kimga mukofot beradi, kimga jazo beradi, o'zi qilaveradi. Biz aytayotgan so'zga ishonib qabul qilib Rasululloh shuni qildilar, sunnat biz uchun. Munofiqlarning alomatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilar. Munofiqning alomati 3 tadir. So'zlasa yolg'on so'zlaydi. Va'da bersa vafo qilmaydi. Omonat narsaga xiyonat qiladi dedi. So'zlasa yolg'on gapirishni hammamiz bilamiz. Yolg'onni tushunamiz. Endi bu ajratib olamiz. Va'da bersa vafo qilmaydi, nima deb tushunishimiz mumkin? Va'da qilib notariusdan tasdiqlagan narsa u narsa emas. Biz aytayotgan narsa shunday gaplashib turib, bo'ldi, men boraman Xudo xolasa. Qashanga qatnashaman dedi. Lekin bormadi. Agar imkoniyati bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib bormagan bo'lsa, munofiq bo'ladi. Qarang. Falonchilikka birga borib kelamiz. Bo'pti, birga borib kelamiz. Ertaga birga ketamiz. Bo'pti, lekin ertalab kutib turasiz, chiqmaydi. Yaxshikim, hozir telefon bor, dar telefon qilasiz. Chiqasanmi? Mazam yo'q, bormayman deydi. Ha, nomar shuni ertaroq aytib qo'ysak bo'lmaydimi kuttirmasdan? Mazam yo'q, men borolmayman, ketaveringlar, meni kutmanglar desa, u va'dasida turgan bo'ladi. Telefon qildi-da, va'davoz bo'ladi, yolg'onchi bo'ladi. Va'dasi turmagan bo'ladi. Endi uchinchi biz uchun eng e'tiborlisi omonatga xiyonat qilish. Omonat nima edi desa, omonat sizga bergan birinchi jon. Xudo berganmi buni yo o'zimiz qo'yganmizmi? Hammamiz o'zimiz xotin bo'lib bola tug'dirib olyapmizmi yo Xudo beryaptimi? Dunyo olimlari to'plasa bitta bolani paydo qila olmaydi. Dunyo olimlari to'planib bitta bolani paydo qila olmaydi. Alloh beryapti-ku bu narsalar. Mana shuni o'zi katta omonat, bilib qo'yinglar. Omonat degan narsa, "Mana telefonimni senga omonat berib ketyapman, chekinimcha istab turganing u aniq narsa, ko'rinib turibdi. Uni ochib ko'rishga ham haqqingiz yo'q. Menga berib ketdingiz, ochib ko'ringiz deyish haqqingiz yo'q. Bir ichida nima borligini ko'rdingiz, xiyonat qilgan bo'lasiz. Omonat. Endi Alloh bergan farzand ne'matiga omonatni qanday biz endi tushunishimiz kerak? Ertaga hisob-kitob berganda tarbiya qilgan bo'lsak, o'zimiz zamona ko'rsatgan bo'lsak, rohatini ko'ramiz. Tarbiya qila olmagan bo'lsak, Alloh saqlasin. Farzandimiz uchun ertaga javob beramiz. Bu narsalarni nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerakki, Alloh saqlasin. Mana shu yolg'on, va'daga xilof qilishlik, omonatga e'tibor qilmaslik bu gunoh ekan. Bular jamlanganda bitta munofiqni paydo qilar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotiy davrlarda o'zlari amal qilib bizlarga ko'rsatib qo'ydilar. Biron marotaba yolg'on gapirmadilar. Hayotlarida payg'ambar bo'lishdan oldin ham keyin ham. Payg'ambar bo'lmasdan oldin u kishini Muhammad Amin deyishardi. Ishonchli odam bu kishi. Guvohlik bersa bo'ladi. O'rtada hakam qilsak bo'ladi deydigan odam bo'lganlar, yosh bo'lib turib. Shu darajada u kishiga ishonch katta bo'lgan. As-sodiq, ya'ni bu har bir gapiga sodiq turadigan odam degan nomlarga ega bo'lganlar Rasululloh. Ya'ni bizga ibrat bo'lganlar. Ana shunday bo'lishligimiz bizga ham sunnat, ham dinimizning buyrug'i. Ishonchli, to'g'ri yurishligimiz to'g'ri. Mayli zarar bo'lsin. Biz ko'proq hozirgi kunimizda nima shunaqa demasak aldanib qolyapmiz, ishimiz bitmay qolyapti, mayli ishingiz ham bitmay qolsin. Bu ham bir hikmat. Sizning meni ishim bitmay qolishi ham o'zi hikmat. Ishingiz bitib o'sha narsa bo'lib ketgandan ko'ra bo'lmay qolgani biz uchun hikmat.
Buni hikmatini Alloh taolo o'zi biladi. Demak, ana shunday xushyorlik sizni bizga nasib qilsin deymiz. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi keltirgan hadisda qiyomat kuni bir kishi olib kelinadi va do'zaxga tashlanadi. Shunda uning ichaklari chiqib ketadi. Va u do'zaxda xuddi tegirmon toshini aylantirgandek eshak kabi o'z ichaklarini atrofida aylanaveradi. Do'zax ahli uning atrofidagi to'planib, "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Sen bizni yaxshilikka buyurdingmi? Yomonlikdan qaytarardingmi? O'ziga endi nima bo'ldi?" deb so'rasalar, "Men sizlarni yaxshilikka buyurardim-u, ammo o'zim amal qilmasdim" deb javob beradi. Do'zaxdagi o'zi gapirib amal qilmagan odamdagi holat keltirilyapti. Demak, biz yaxshilikni kimlargadir ilinib, namoz o'qisang yaxshi bo'ladi, birovga haqqa xiyonat qilmasang yaxshi bo'ladi deyapmizmi? Demak, o'zimiz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. Agar bizni mana shu harakatlarimiz amalda bo'lmaydigan bo'lsa, o'zimiz amal qilmaydigan bo'lsa, yolg'onchi bo'lamiz. Do'zaxda eng qattiq azoblardan biriga duchor bo'lamiz. Gapirsangiz, bilib gapsiz, gapiring, bo'lmasa gapirmang. Eng yaxshisi gapirmaslik. Biz dadalarimiz, bobolarimiz aytadi, "Bilmadim deb qutulib ketaver bolam" deydi. Qur'on o'qishni bilasan? Yo'q, bilmayman. Namoz o'qishni bilasan? Yo'q, bilmadim. Bilmayman emas. Bilmayman desangiz yolg'onchi bo'ladi. Qur'on o'qishni bilamiz, namoz o'qishni bilamiz. Bilmayman desangiz yolg'on. Bilmadik. Bilmadim. Yolg'onchi bo'lmaysiz. Chunki namozni haqiqatan mukammal bilasiz, mukammal bilmaysiz, uni bilmaysiz-ku. Qarang, bizning bobolarimiz juda ham ilmli odamlar bo'lgan ekan. Endi mana hozir oddiy bitta so'z bilan ularning ilmini taqqoslayapmiz-da. Shuning uchun biz ota-bobomizni qilgan ishlardan kamchilik topmaylik. Ular hammasi o'ta e'tiqod sohiblari bo'lgan ekan, to'g'ri yo'lni tanlashlikda. Ana shuning uchun ham Alloh taolo o'z kalomi bilan "Inna solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar va la zikrullohi akbar vallohu ya'lamu ma tasna'un." Ya'ni albatta namoz fahsh va yomon ishlardan qaytaradi. Albatta Allohning zikri barcha narsalardan ulug'dir. Alloh qilayotgan ishlaringizni xabardordir deydi. Ya'ni bizning har bir ishimizdan Alloh taolo xabardor, bilib turibdi. Biz uni ko'rmayapti deya olmaymiz. Kechasimi, kunduzimi, yorug'mi, qorong'i farqi yo'q. Agar o'sha ibodat qilayotgan odam gunoh qilaversa, ibodat qilayotgan odam yana gunohni qaytaraveradigan bo'lsa, u ibodat qilmabdi. Ibodat qilayotgan odam gunohdan saqlanishligi uchun, Xudoga tavba qilgani uchun u ibodat qilyapti. Ya'ni ibodat qilib olganini gapiraversak, ibodat qilib birovning haqqini yeyaversak, ibodat qilib sudxo'rlik qilaversak, ibodat qilib birovga pora beraversak, qanaqa ibodat bo'ladi? Juda ham hushyor bo'laylik. Juda ham hushyor bo'laylikki, ertaga albatta buni Alloh taolo so'raydi. Shuning uchun mana bu bugun sizlarga alohida tushuncha beryapmiz. Ertaga domla aytmaganda, domla aytganda qilardim deb bahona qilolmaymiz. Demak, har bir narsaga biz vafo qilamiz. Shartlarni, vazifalarni, kelishuvlarni buzmaymiz. Albatta shunga yarasha ajr mukofotini olamiz. Alloh hammamizni ana shunday mukofotlardan mukofotlasin. Mana shuning uchun ham bizga berilgan omonatlardan biri bu boylik. Sizga Alloh taolo bir boylikni berdi. Siz boshqalardan 2 barobar, boshqa odamlardan 10 barobar ish qilganingiz yo'q. Sizlarga aytgan kechasi kunduz ish qilganingiz yo'q. Alloh fazli bilan sizga boylik beryapti. Demak, uni ham egasi ham bor. Ana shu egasini topib berishlikni omonat deydi. Alloh taolo Talaq surasining 7-oyatlarida boy kishi o'z boyligidan nafaqa bersin. Kimning rizqi tang qilingan kambag'al bo'lsa, u holda Alloh unga ato etgan narsalardan holiga yarasha nafaqa qilsin. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etilgan rizqdan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillikni, boylikni albatta beradi deb aytgan. Ya'ni bizni toqatimizdan oshiqcha narsaga Alloh buyurmaydi. Toqatimizdan hatto ehsonni ham. Mana to'y qilyapmiz, malaka qilyapmiz, mana masjidlarga ehson qilyapmiz, qurilishga yordam qilyapmiz. Toqatimizdan oshiqchasini emas. Birovdan qarz olib ehson qilmang.
Birovga va'da berib qo'yib, uni pulini ishlatib yubormang. O'zingiz qodir bo'lsangiz qiling. Shu afzal ibodatligini yana bir karra eslatilyaptiki, Alloh Qur'on bilan eslatyapti bu narsani. Shunchaki og'zaki gaplashib o'tirgan gap emas. Demak, bu narsalar sizlarni, bizlarni ikki yo'limizni obod qilishga sabab bo'ladi. Alloh hammamiz jannat yo'lidagi to'g'ri yo'lda yurishligimizni nasib qilsin. O'z navbatida munofiqlardan bo'lib qolmaslik uchun yolg'iz gapirishdi. Va'da berdikmi, uddasidan chiqishlikdi. Munofiqona ishlardan o'zimizni tiyilishligimizni nasib qilsin. Chunki bu dunyo imtihon dunyosi. Ertaga albatta hisob kitob bo'ladi. Subhanaka Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayka. Mana Parvardigor olam har birlarimizni qilayotgan ishlarimizni o'zi ziyodasidan bergan bo'lsin. Albatta